Soliq qo'mitasi hech qanday bugungi kunda daromad qilayotgani yo'q. Bu bilan men nima demoqchiman? Ya'ni kimlardan daromad qilmayapti? Yakka tartibdagi tadbirkorlardan hech qanday daromad olayotgani yo'q. Men to'g'ri gapiryapman. Faqatgina siz aylanmadan 1% soliq to'layapsiz. O'sha to'lagan solig'ingizni ham o'zingizga qaytarib beryapti. Ya'ni kimlarga? Mijozlaringizga, hatto o'zingizga ham. Hozirgi paytda o'zingizdan shu cheklarni o'zingiz firmangizga urib olasiz, to'g'rimi? Misol men uraman. Urib bo'lgandan ko'ra o'zimga urib olay deb urib olaman. Yo'q joyda 200 ming so'm. Fuqarolarni o'ylagan holatda, kayfiyatini tushirmagan holatda Davlat soliq qo'mitasi mana shu narsani yo'q qilgani yo'q. Faqatgina kimlarnikini yo'q qildi? Yandexda faoliyat olib boradigan taksistlardan tushadigan chekdan, QR kodli chekdan cashback bermaydi. Faqat yakka tadbirkorlardan beradi xolos. Qarang, o'ylab ko'ring, 1% daromad olyapti aylanmadan. Va o'sha 1% yana fuqarolarga Davlat soliq qo'mitasi qaytarib beryapti. Endi o'ylab ko'ring, nechta odam 200 ming so'mdan oladi? Milliard bo'lib kelsa kerak. Hatto o'zingiz ham mana o'zim ham urib olaman, yo'q joyda 200 ming keladi. To'g'risida, mana solig'imni 1% to'lasam, o'sha to'lagan solig'im yana o'zimga qaytib keladi. Bu juda zo'r. Mana shu narsani yo'q qilmaganiga kattakon rahmat Davlat soliq qo'mitasi va davlatimizning rahbariga, fuqarolarni o'ylagan holatda mana shu narsani qoldirdi. Cashbackchi tanishlaringizga yuborib qo'ying va mana shunaqa QR kodli chek bering. Mijoz orttirasiz. Mijoz mana shuni orqasidan keladi. Joningiz sog' bo'lsin. Kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, komment yozib keting.